Всем привет, мои qadrli любимчиklarim. 3 kundan beri bizda gaz yo'q. Hammamiz bitta uyda to'ziyapmiz. Ko'rishinglar mumkin ahvolda. O'zlaring bilsalaring kerak. 5 kishi bitta uyda qaynasa nima bo'lishini o'sha kichkina pechkani yoqib o'tiribmiz, lekin uy isimayapti. Uyning ichida ham kurtka kiyib yuribmiz. Men faqat hozir ish qilayotganim uchun isidim. Sal shuning uchun xalatda o'zdaman, lekin ishoninglar, gaz shunaqa past bo'lib ketgan, yoqsak o'chib qolyapti. Pechka yoqsak tok ko'p ishlatilayotgani sababidanmi bilmayman, qo'shnilar ham ishlatadi-ku, tok pasayib ketgan, shit tashaveryapti, tuppa-tup svet o'chib qolyapti borku. Shunday yomon sovuq, xudoga shukr, yaxshi ham gaz, svet, suvi bor. Nimada vatanda yashaymiz ekan, 1-2 kunga yo'q bo'lib qolsa ham qandaydir odam qiynalib qolar ekan, shunga o'rganib qolgan ekanmiz. Uylarni shunaqa qilib bir chekkadan tozalab oldim. Ko'pchilik savol beradi, nimaga doim tog'am deb gapirasiz, dadam deb gapirmaysiz, ayam deb gapirmaysiz dedi. Alhamdulillah, ayam ham dadam ham bor. Prosta yozda buvim o'tib qolganligi sababli biz tog'am uylaguncha buvim uyida turibmiz. Shuning uchun shkaflarimiz ham yetarli emas. Shuning uchun kiyimlarni taklab chekkalarga olib qo'yamiz. Voila, toza bo'ldi, наконец-то.